Eng kam pul to'lab qaysi modelni olib chiqib ketsa bo'ladi ana shu Deno Kia avtosaloni? Aka, hozir bilasiz, eng ko'p ommalashgan Kia Sonet modelini olib chiqsangiz bo'ladi. Eng kamida 15% to'lov bilan 15% где-то 35 million 36 million atrofi pul bo'ladi. Kia Sonet modelini olib chiqsangiz bo'ladi. Yana o'zini pulini bo'lib to'laysiz. Shuncha misol uchun 35-36 million to'lab chiqaradi, hech qanday foiz penya kerak emas. Kerak emas, o'zini pulini bo'lib berasiz. O'sha o'zini tan narxi qancha bo'lsa, shuni Shunaqa aka. Bu hozir mana 3-paysasi 250 millionligi. Endi eng kamida 15% to'lov bilan misol uchun buni ham chiqarib, qolganini bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi, foizsiz. Agar boshlang'ich to'lov ko'proq qilinsa, boyagidek yana uzoqroq muddatga cho'zilib beriladi rasulashkamiz. Ustiga foiz minmaydi. Hozir bunga gaz, metan, propan muammosi yo'q, to'g'rimi? Albatta muammosi bo'lmaydi aka. Bular 1,5 atmosferli motor bo'ladi. 115 ta ot kuchiga ega bo'ladi. 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha motor korobkasi garantiya. O'zi benzinni aka shahar ichida rasxodi borsa 6,5-7 litrgacha yeydi. Danliga 4 litr, 4,5 litrgacha xarajat qiladi. Buni Kia Sonet mingan odam o'zi biladi. Ko'p kishi gaz qo'ymagan bunga. Lekin metan ham, propan ham birga bir tushadi aka. Tushadi. Hozir bu uchala pozitsiyasida ham motori bir xilmi? Albatta, birinchi pozitsiyasi mexanika korobka bo'ladi. Qolgan pozitsiyalar avtomat korobka 1,5 lik 1.5 atmosferli motorda bo'ladi. 115 ta ot kuchiga ega bir xil motor bo'ladi aka. Uchalasida ham bir xil, to'g'rimi? Albatta, benzin tanlamaydi, gaz tanlamaydi. Bularning zubchatillari ham remont bo'lmaydi-da, sep bo'ladi. Ularga nisbatan, misol uchun boshqa mashinalarga nisbatan ancha bu yaxshi bo'ladi. 5 yil kafolati bor. Benzinni o'zida yursangiz ham 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha kafolatlari bor. Orqada bilasiz, katta servisimiz bor. Zapchastdan, qolgan narsalardan muammo bo'lmaydi. Juda ko'pchilik shu kommentariyaga yozgan shular zapchasi bormi, yo'qmi? Nima deysiz? Aka, xohlasangiz seli kuzov turibdi, tayyor. Bor, ha? Tayyor seli kuzov turibdi. Muammo yo'q bularda zapchastdan. O'zimizda ishlab chiqarilyapti. Misol uchun skladimizda bo'lmagan taqdirda ham uzoq 1 kun, 1,5 kun, 2 kun yo'l bilan keldi zapchastlari. Bu o'zi bekorga 5 yil garantiya berilmagan. Albatta. Ancha-munchaga buzilay, u charchadim, qaynadim degan narsa yo'q bu mashinada. Albatta, shu bemalol mazza qilib minib yuradilar. Chunki ko'rgan bo'lsangiz, hozir ham misol uchun ikkitasini topshirdik aka, ko'rgan bo'lsangiz. Hozir topshirganimiz ham o'sha ham 15% to'lov bilan oldi. Boshlang'ich 15%. Где-то 38 millionmi qanchaga bordi to'lovlari. To'lovlar hammasi chiqib ketdi. Shunday. Bunga ish haqqi talab qilinadimi yo'qmi? Yo'q aka, pasporti bo'lsa bo'ldi. Oddiy odam olmasa bo'ladi. Albatta, ish haqqi so'ralmaydi aka. Bu 3-pozitsiyada endi ichki salonlari ko'rishingiz mumkin. Eng puli mana shu, to'g'rimi? Eng superi bu aka. Multirol, kurs kontrollari bo'ladi. Nechta rasxod qilyapti, qayerdan qayergacha benzin sarflayapti, hamma tablosini o'zida ko'rsangiz bo'ladi. Yoqib ko'rsagan bo'ladimi hozir? Albatta aka, o'taltirib ko'ring, kalti o'zida. Start stop bo'ladi. Bitta bosasiz, qarang yonishini. Qanday aka? Yana bunga aka rejimlari bor. Sport, eko, norma rejimlari bor. Tog'u toshga, cho'lga, muzga yuradigan rejimlari bor. Akustikalari polniy boks bo'ladi aka. Eshik optikalari kojinli bo'ladi. Orqa kameralari bo'ladi. Funksiyasi juda ko'p. Buni ikkinchi pozitsiyasi ham xuddi shunday monitorlari, kameralari, ichki salonlari chiroyli bo'ladi. Bu hozir faqat shu 3-pozitsiyasida lyuk bormi? 3-pozitsiyada ham lyuk bor, 2-pozitsiya FIFA Edition bor, unda ham lyuk bo'ladi. 1-pozitsiyada lyuk bo'lmaydi, bu mexanika. 1-pozitsiya ham mexanika, lekin lyuki ham yo'q, qo'shimchasiga. Shunaqa. Ko'rishingiz mumkin, orqa ko'rinishlar aka. Orqa paktronik bitta bosib ko'tarasiz. Ancha-muncha bagajlari keng. 392 litr bagaj объем aka. Tagida zapaskasi ko'rishingiz mumkin. Zapaska ham bunaqa polnoselni yaxshi balon o'ziniki almashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Bir xil dakatka bo'lmaydi, kichkina dakatka bo'lmaydi. Bir xil o'ziga o'zi moslashib ketadi. Mana shu tarafga ham kameralari, parktronik datchik, sensor datchiklari. Hozirgi kunda aka endi ko'p kishi bilasiz, bosh to'lov kamroq ba'zi odamlarda. Shunga mana 30 million, 37 million to'lov qilingda, olib chiqsa bo'ladi bemalol. Ya'ni o'zini pulini bo'lib bersa. Hozirgi Kia avtosalonida eng kami shu-da, to'g'rimi? Albatta, eng kam boshlang'ich to'lov 15% bilan chiqarib beramiz. Agar o'zining nomida firmasi bo'lsa, firma Hamkorbank hisob raqamiga ulangan bo'lsa, bosh to'lovsiz olsin mana. Kia'ni xohlagan modelini
Hamkorbank bo'lsa. Ha, faqat firmasi hisob raqam Hamkorbankda bo'lsa, uni firmasini tekshiramiz, oborotlari yaxshi bo'lsa, muammo yo'q. Bosh to'lovsiz keyin xohlagan modelni chiqarsa bo'ladi. Qaysi birini chiqarsa bo'ladi? Albatta, xohlagan. Ma'lum. Hozirgi kunda misol uchun ba'zilari yuk mashinlar, ya'ni firmalar bor, shu ishiga yuk mashina chiqaryapti. Sanit 3 ta 4 ta ishchilarga berib taylayapti aka. Bosh to'lovsiz misol uchun. Bosh to'lov misol uchun agar firmasi bo'lmaganlar, marhamat 15% to'lab olib chiqsinlar. O'zini pulini bo'lib to'lab 30-35 million, 37 million to'lov bilan. Men hozir misol uchun Nexia 2 borda menga yili 16. Qanday shuni almashtirsak bo'ladimi? Yili 16 bo'lsa bemalol bo'ladi aka. Mashinangizni ko'ramiz, baholab qolamiz, o'rniga buni qilib beramiz, muammo yo'q. Mana shu yerda o'zida baholanadi. Albatta, sherda o'zida hisob-kitob qilinadi, naqd pul qilib to'lovlar kassaga amalga oshiriladi. Uzog'i 2 soat, 3 soat. Uzog'i 2 soat, 3 soatda mashinani chiqib ketasiz. Tushunarli. Hozir shu mashinani misol uchun baholab olib qolsa, ko'proq pul bo'lsa. Lekin men shu 15% ni to'lab ham chiqarsam bo'ladi, qolgan pulni olib ketsam. Ha, bemalol. Qolgan pulingiz boshqa oborotingizni qilavering bemalol. Bemalol aka, shu 15% to'lab mashinani chiqib ketavering. Tushunarli. Muammosiz. Bu ham yana bir zo'r qulaylik. Albatta aka, qulaylik ko'proq. Misol uchun, ko'p kishi shu minib yurgan mashinalarni olib kelyapti. Ko'p kishi Damas ham olyapmiz. Nexia 3 ham, Colt ham, Nexia 2 yili 16 ham muammosiz bosh to'lovini qilib olib chiqib ketishyapti odamlar aka. Xohlagan modelga almashtirsa bo'ladi, to'g'rimi? Albatta, misol uchun ba'zilarda Captiva yoki Gentra yangisi bor, 160 million, 150 million ketarli mashinalar bor. Ba'zilari K5 olib chiqib ketyapti aka. Ba'zilari Sportage minib chiqib ketyapti. Endi ko'p odam sanitga iloji yetyapti, sanit to'lov qilib olib chiqib ketyapti. Hozir o'zi ham eng kam xarajat, ixcham, shahar ichida obyomi, rasxodi ham kam, balandligiga ham o'rtacha balanda Kia Sanit modeli bo'lib turibdi-da. Yo'l tanlamasdan asosan tog' toshlarga moslashgan yuribdi, faqat Sanit bo'lib turibdi. Chunki o'zimga ham yoqadi. Ishga uyga borib kelaman aka, xarajat video qilib Instagramdan ham qo'yganman. 4-4,5 o'shandan rasxod qiladi. Uyga, ishga yurishga. Shunda. Juda ekan ham ishdim, gaz qo'yish hojati ham yo'q. Shunda. Ba'zi odamlar endi Toshkent qatnayapti aka. Uzoq yo'lga ham yaxshi-da bu, to'g'rimi? Albatta aka, maza qilib yuradilar. Oilaviyga ancha zo'rda. Bemalol mana yana o'zingizni qiziqtirgan savol bo'lsa, kommentariyaga yozsangiz, shu Abdulaziz o'zi sizlarga batafsil ma'lumot beradi. Pastdagi nomerga Telegram ham bor, ha? Albatta, Telegramlar ham bor. Grafiklar so'rasa, grafiklarni tashlab beramiz Telegramdan. Bemalol telefon qilib, aloqaga chiqsinlar, qilib beramiz. Ko'pchilik uni kuzatuvchilarimiz Rossiyadan, boshqa joylardan telefon qila olmaydi-ku, shunga bir Telegram bo'lsa, albatta. Telegram orqali gaplashsa bo'ladi. Shunday Telegramlarimiz bor shu nomerda, bemalol chiqib, telefonlashib yoki grafik tashlab ber deb yozsangiz, grafiklar tashlab beramiz. Modellar, narx-navolarni hammasini to'liq ro'yxatini tashlab beramiz. O'zingizni yana ham qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol shu pastdagi raqamlarga bog'lansangiz, shu Abdulaziz o'zi sizlarga batafsil ma'lumot beradi. Xuddi shunday. To'g'rimi Abdulaziz? Albatta aka. Yana qanday savollar bo'lsa, bemalol berishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha yengillashtirib chiqarib beramiz. Bu videoni esa yaqinda mashina olaman deb ikkilanib turgan do'stlaringiz bo'ladi-ku, qaysi modelni olsam bo'ladi deb. Shunday. Shularga jo'natib qo'ysangiz, yana ham o'zlari ko'rib, xulosa chiqaradi. Albatta. Sizga qanaqa model qiziq bo'lsa, yozib qo'ysangiz ham, xudo xolasa, sразу o'sha model haqida ham batafsil ma'lumot chiqarib beramiz. Chiqarib beramiz. Albatta, uzog'i 1 soat 1,5 soatda Kia modellarining egasiga aylansa bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting, biz bilan qoling, sog', salomat bo'ling.